Navbatdagi bemorimiz Yulduz opa Parkentdan kelganlar. Hozir o'zlaridan so'raymiz nima bezovta qilishini. Nima bezovta qiladi sizni? Assalomu alaykum. Menda oyog'imda og'riq kuchli. Qachondan beri og'riydi oyog'ingiz? Oyog'im 2 yildan beri. 2 yildan beri beri Qayerlar og'riydi? Tizzalari og'riydi. Tizzasi ko'proq mana oldir sohalarda. Og'riydi. Ko'p joyga bordik. Revmatolog ko'rdimi sizni? Revmatolog ko'rdi. Nima diagnoz qo'ydi? Revmatizm boshlangandi. Dedimi? Boshqa bo'g'imlaringizda ham Endi og'riq bormi? bo'g'imlarimda 3 oydan beri ikkita bo'g'imda og'riq. Og'riq bor. Havo ayniganda, ayniqsa yomg'ir yoqqanda og'riydi. Tomoqda muammongiz bormi yo'qmi? Tomog'imni yuvdirsam ham foydasi bo'lmay, yallig'lanib. Yiring yig'ilaveradi. Yiring yig'ilaveradi. Odamcha bezida. Necha marta yuvdirgansiz o'sha vaqt? Ko'p yuvdirgansiz? Bu kichkinaligimda ham yuvdirgan ekanda. Bolaligimda ham yuvdirgan ekan. Endi o'zim 3 marta yuvdirdim hozir. Har oyda. Har oyda 3 kurs yuvdirdingiz. Hozir baribir yeringli probkali yig'ilaveradi. Mana bemorimiz o'sha operatsion stolda bemorimizda surunkali tanzilit bor. O'shancha revmatizm kelib chiqqan. Bodomcha bezni olib tashlaymiz. Bodomcha bezni ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rganimizda mana bodomcha bezi, ichida yiringlar bor, bu yoqda ham bor, mana bu yoqda ham bor. Bodomcha bezni olib tashlaymiz, xudo xolasa. Aziz aka, angina qachon olinadi? Angina bodomcha bezi, endi xalq tilida angina deyiladi. Bodomcha bezi qachon olinadi? Agar tez angina bo'lsa, ya'ni yallig'lanib ketsa, yiringlab ketaversa, yilida 3 martadan ko'p olinish kerak. Ikkinchisi, bodomcha bezida yiringli probkalar yig'iladi, surunkali tanzilitda, bodomcha bezidan surunkali yallig'lanishida. Yuvdiraveradi, yana paydo bo'laveradi. Bunday holatda ham obязательно olib tashlash kerak. Uchinchisi, bir marta bo'lsa ham hayotda paratanziliy abses bo'lgan bo'lsa, ya'ni yiring boshqa to'qimaga o'tib ketib, hali kestirib ochiradi anginani. O'shanaqa bo'lgansa ham olib tashlash kerak. Va keyingisi boshqa a'zolarga ta'sir qilgan bo'lsa, ya'ni revmatizm kelib chiqqan bo'lsa, xuddi bu kasalimizdek yoki bo'lmasa oyoqlari og'risa, bo'g'imlari og'risa, undan tashqari yurakka ta'sir qilgan bo'lsa, albatta olib tashlanadi. Ayrimlarda tanzinlagan intoksikatsiya bo'ladi, ya'ni bodomcha bezida yiring yig'ilish tufayli постоянный lanch, ish qobiliyati past, siniq bo'lib yuradi. Bunday holatda ham olib tashlanadi. Asosan shular. Mana operatsiyamiz tugadi. Bodomcha bezini olib tashladik. Mana kichkinagina cho'qcha qo'ydik. Bu cho'q xudo xolasa o'zi erib ketadi. Bitta ham qonagani yo'q. Juda ham chiroyli bo'ldi operatsiya. Xudo xolasa angina muammosidan qutuldik bemorimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar sizda yaqinlaringizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatimga kelavering, yordam beraman, operatsiya qilib beraman.